Amir Temur o'gitlari. Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik, aql va idrokning, ilm va donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Davlat lashkarlari fuqarolarning sadoqati va fidoyiligi bilan qudratlidir. Qudratimizga shak shubhangiz bo'lsa, biz qurdirgan binolarga boqing. Bir kunlik adolat 100 kunlik toat ibodatdan afzal. Yaxshilarga yaxshilik qildim, yomonlarni esa o'z yomonliklariga topshirdim. Kim menga do'stlik qilgan bo'lsa, do'stligi qadrini unutmadim va unga muruvvat, ihson, izzat va ikrom ko'rsatdim. Kengash ikki turli bo'lur. Biri til uchida aytilgani, ikkinchisi yurakdan chiqqani. Kechira olishlik mardlik, kechira bilmaslik nomardlik sanaladi. Yozilgan narsa avlodlar xotirasida qilingan ishdan ham uzoqroq yashaydi. Kuch adolatdadir. Bir kunlik adolat 100 kunlik toat ibodatdan afzal. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr.